Iloh Parvardigoro bu Qassob akalarimizga shu hunarni o'rgatgan ustozlarni o'tib ketgan bo'lsa o'zing rahmatingga olgin. Yotgan joylarini jannat bog'chalaridan bir bog'cha bilan hayot bo'ladigan bo'lsa umrlariga, rizqlariga barakotlar ato aylagin. Amin. Bu Qassob akamiz ishlariga, kasb-konlarga, mol-u jonlarga barakotlar ato aylagin. Amin. Mana bu xalqimiz uchun shunchalik xizmat qilishyaptilar. Alloh rozi bo'lsin. Allohumma solli ala Muhammadin va ala ali Muhammad. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Rahmat. Allohu akbar. Salomat bo'lsin. Alloh. Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, klientlar, qadrdonlar. Bugungi o'yinimizni Paxtaxshlardan Shavkatjon aka bilan birgalikda o'tkazamiz. Shavkatjon aka, assalomu alaykum. Qalaysiz aka, charchamayapsizmi? Aka, bu safar ham birinchi o'ringa hurmatli aka-ukalar, har doimgidek velosiped. Mana birinchi o'ringa bu. Xo'sh, ikkinchi o'ringa 1 kilo go'sht, uchinchi o'ringa choy qaynatib ichgani choynak, 4-o'ringa termos, 5-o'ringa tifo. 5 ta o'rin qo'yamiz. Hurmatli aka-ukalar, o'yinni birgalikda boshladik. Shavkatjon akam bilan aka, mana bunday qilishtiramiz. Aka, enaltirib bitta tortib yetib berib turamiz. Telefon qilib chaqiramiz. Birinchi o'ringa ketdi. Mana, bismillahirrohmanirrohim. Aka, tanlang bittasini. Bittani. To'ling. Aha. Bu Usmonjon akam bilan Shavkatjon akam har doimgidek klient o'zlarining o'yinidan chiqib qolishi mumkin. Hurmatli aka-ukalar. 90 lot. 90 lik. 151, 151 53, 26. 53 26 raqami. Hurmatli aka-ukalar, birinchi o'rin ketdi velosiped. Chaqiryapti. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Balandroq gapirasiz. Bordon qishloqdan Hasan bo'lman qassob. Ha, Hasanboy, kimsiz? Sizimsiz? Rahmat. Qayga tushdik? Ha? Qayerga tushdik? Ro'ziqulchiga yashdingiz. Ro'ziqulcho'ldan. Ismingiz nima? Bu Hasanboy, men tog'angizning o'g'liman. Ohanjonman. Ohanjon? Hasanboy qassobmi? Aha. Yo'q, akangiz bilan. Bo'ldi, Ohanjon aka, siz velosiped yutib oldingiz aka. Soat 12 da kutamiz sizni aka. Bo'ldi. Xo'p, salomat bo'ling. Hurmatli aka-ukalar, Ro'ziqulcho'ldan Ohanjon aka ekan, velosiped yutib oldi. Aka, bitta inaltiramiz, yana totamiz. 1 kilo go'shtga. Aka. Hurmatli aka-ukalar, omadlansin, ko'ringlar. Pastyanli novvosi go'sht. Yetam aka. 91 lik. Aha. 145, 145 42 82. 42 82 raqami. Ikkinchi o'rin. 1 kilo go'sht ketdi. Chaqiryapti. O'tgan safar 4 kishiga edi, u sovrin bu safar 5 kishiga bo'lyapti. Bitta ko'paydi, xudo xolasa. Hurmatli aka-ukalar, yangi yilga katta sovrin qo'yamiz, xudo xolasa. Va shu ko'tarmagancha taxta. Yana bir marta teramiz. Ko'tarmadi. Hurmatli aka-ukalar, video syomkadan keyin telefon qilib chaqiramiz. Sovrinni beramiz ularga. Shavkatjon aka 3-o'rin ketdi. Yallo'ron aka. Nechilik ekan? 93 lik. 93lik.
Aha. 690 690 88 33. 88 33. Nodir aka. Nodir aka qo'shni. Nodir aka qo'shni. Chiqdi. Bitta nimani ko'rsatib qo'yaman shu nomerni, Sho'kajon aka. Mana o'zimizning kontaktga ham chiqib qoldi. Nodir aka qo'shni. Bu ko'proq hurmatli aka-ukalar, Qirg'izda yuradi bu akamiz. Qassobxonamda shuni Izbir u yuzidagi qo'shni aka bo'ladi bu. Mana o'chirilgan. Bunga dadasini chaqirib berib qo'yaveramiz. Sho'kajon aka inaqtirib. Ko'ringchi. Bismillahirrohmanirrohim. 4-ga ketdi. 94lik 94lik 822 822 30 81. 30 81 raqami. Hurmatli aka-ukalar, mana videoni shuni yaqinlashtirib ko'raverasizlar. Yo'q, bu bunday bo'lyapti. Hurmatli aka-ukalar, noto'g'ri hayolga bormayman. Ko'pchilik Sho'kajon aka noto'g'ri, umuman boshqa nomer berib ketyapti. Ish faoliyat, hali kelib turib, men shunaqamikan degan nomerlar berib ketyapti. Bu nomer qani? 3081 raqami. Buni chiqarib yuboryapmiz, 10 boshqa topamiz 4-ga. Nima yo'q raqamni berib ketishyapti. Sho'kajon aka. Agar kimnidir raqamiga shunaqa bo'lsa, kelib isbotlab bersa, sovrinni unga ham beraveramiz. Lekin ish faoliyatida emas deyapti, mavjud emas bu raqam. 93lik 93lik 315 315 11 00. 00 raqami. Mana hurmatli aka-ukalar, ko'rib oling. O'tgan safar ham bitta shunaqa bo'ldi. 4-raqam. Men yerdan go'sht olmaganman. Xato berishibdi diyor. Chaqirdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz aka, yaxshimisiz? Rahmat, nechuk? Qayerga tushdik? Bag'dodga. Bag'dod qaytiga? Qayerga telefon qilyapti o'zingiz? Aka, men Bordan qishlog'idan Hasanboy qassobman, shu yerdan go'sht olamidilar. Ha? Aka, sovrin chiqdi-da sizlarga. Yo'q, andamang lekin men qorakeyin. Qora aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Rahmat. Qora aka, 12 da kutamiz endi. 1 ga degani, 12 o'zi 12 bo'pti. Soat 1 da kutamiz aka sizni. Hozir borsan, Yo'q, hozirga endi o'yin o'tyapti-da. bo'ldi. Xo'p, aloqaga chiqamiz sizni. Xo'p. Endi oxiri qo'ydim. Oxirgi ketdi. Sho'kajon aka bitta alashtirib olaylik. Aka alashtirib. Bitta inaltirib to'g'ri. Ketdi. 5-o'rin. 90lik Xo'sh, 90lik 861 861 91 93. 91 93 raqami. Bu raqam ham meni kontaktimda bor ekan, ismi yo'q lekin. Ko'tarmayapti. Zaryad tugab qolmadi so'rayman. Olyapti. Rasm olyapmiz ekan dema. Harda ya. Yo'q, berolmayman. Birinchi o'rin sohibi mana yetib kelib oldi, shashilib. Onaga charchamayapsizmi? Va, bu ham ko'tarmagan. Voy. Ko'tarmadimi? Bitta bitta ya ish qilyapti, bitta qilyapti.
ko'tarmadi. Hurmatli aka-ukalar, bu ko'tarmagan raqamlarga o'zimiz telefon qilib, soat 1 ga chaqiramiz, so'rovlarni beramiz. Ikkala videoni bitta qilib YouTube tarmog'iga Hasanboy qassob deb yozsangiz chiqadi. Instagramda ham bor, YouTube'da ham bor. Bemalol kuzatishingiz mumkin. Akalar, sizlar ham chiqaverasizlar, mana shunaqa novoz go'shtlar sizlarga yetkazib beramiz. 24 soat xizmatdamiz. Dastavka ham bor aka-ukalar. To'y marosimlar uchun chegirma qilib beramiz, yog'larni bonus qilib beramiz. Shukrajon aka, sizga rahmat katta. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. So'rin egalari keldi, hoji akamlar, akalarimiz keldi. So'rinlarni topshiramiz. Keyingi video bilan bitta joylashtiramiz. Hasanboy qassob deb Instagramga ham, YouTube'ga ham yozsangiz ijtimoiy tarmoqda kelib chiqamiz. Bemalol o'yinlar kuzatib, kelib novoz go'shtlardan xarid qilishlarini so'rab qolamiz. Hurmatli aka-ukalar, birinchi o'rindan boshladik. Oxinjon aka, assalomu alaykum. Oxinjon aka, salomatmisiz? Aka, birinchi o'ringa velosiped hozir bo'lsa ham aka, ko'p o'rinda ko'rasiz. Hurmatli aka-ukalar, ikkinchi o'rinimiz 4282 raqami telefonni ko'tarmadi. O'zlariga aloqa chiqamiz yoki Telegramdan yozamiz, chiqsa beraveramiz, xudo xolasa. Birga berdi, 2. Uchinchi raqam hozir bitta katta Hojiboy edi. Kelishyaptimi? Ana kelyapti hozir. Hojiboy keling endi tez-tez. Ha. Hoji tog'amizga beramiz hozir. Ko'p go'sht kerakda. Bor, yig'dimsan. Qala go'sht olishdi. Mamajon aka, bunday syomka qilib bitta olasan o'zi. Assalomu alaykum. Hoji tog'a, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Baram choy termiz, bora bo'lsin. Rahmat. Mana hoji tog'amizga endi hoji akamizga. Hoji aka, hozir bo'lsa ham. Salomat bo'ling. Mana 5-o'rnimizga bu ham choy termiz. Juda boshqacharoq aka. Hurmatli aka-ukalar, mana akalarimizga so'rovlar tarqatdik. Sizlarni ham Hasanboy qassob qassobxonasida kutib qolamiz. Akalar, hoji aka. Ha, hojiboy. Hojiboy. Iloh Parvardigoro, bu qassob akalarimizga shu hunarni o'rgatgan ustozlarni o'tib ketgan bo'lsa, o'ziga rahmatingni olgin. Yotgan joylarini jannat bog'chalaridan bir bog'cha bilan hayot bo'ladigan bo'lsa, umrlariga, rizqlariga barakotlar ato aylagin. Amin. Bu qassob akamiz ishlariga, kasb-konlariga, mol-u jonlarga barakotlar ato aylagin. Amin. Mana bu xalqimiz uchun shunchalik xizmat qilishyaptilar. Alloh rozi bo'lsin. Allohumma solli ala Muhammadin va ala ali Muhammad. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Rahmat. Allohu akbar. Salomat qilsin. Rahmat. Hurmatli aka-ukalar, mana Sizning akamiz ham eng katta klientlardanmiz. Yaxshilab. Bu ham ama chiqmayapti. Chiqmayapti nima? Chiqib bo'ldi. Ha. Men yozganlar chiqyapti. Akamizga go'sht beramiz, bitta sho'rva ichib yuborlar, xudo xolasa. Keyingi o'yinda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.